firmasini bolalari bilan ko'pchilik mana seminar qatnashib Andijon viloyati Sharqxon tumaniga kelib turibmiz. Mana akamiz Bo'ri degan Maya firmasi Bo'ri degan gibridlar ekkan joyga. Bu joylar qancha ekilgan, qancha ekilgan bo'tlar? iyulning 20-sida ekilgan. O ikkinchisi. Iyulning 2-kuni ekilgan. 5-kuni suvdan chiqqan. Qancha joy bo'tlar, qancha joyda ekilgan? 10 gektar joyga ekilgan. 10 gektar joyga ekilgan. Mana shu hosillari hozir bu yetilib turgan joyi. Mana bittasini ochib bittasini ko'rsating, qanchalik qanaqa bo'lganini. Mana shunday qiladi. Mana ochishni birini ochib o'tdilar. Mana ochilgan joylari ham bor. Evet, fırı turganımız var. Türkiye'de mehmonlardan var. Bular şu kimler qatnashchilar mehmon bo'lib kelishib, bular bir tushuntirib, mukakstam fermer buldum çeşidi burada. Yani son derece güzel. Boylanmış. Gayet güzel boy yapmış. Гибрид выглядит очень хорошо. Высота очень хорошо, нормально. Tebrik ediyoruz. Süper bakmış. Поздравляет производителя, что вот так хорошо ухаживал этого гибрида. Выглядит отлично. Tozlama problemi hiç yok. Нет никаких проблем с опалением. Sonuna kadar dolu. Вот это до конца уже опаление здесь произошло. Çatta yapmış. Самого диаметра початка тоже нормально. Нормально, да. Это показывает, что хороший урожай будет у его. Довольны от того, что мы увидели здесь. Благодарим снова производителя за этого хорошего поля. Sizga yoqqan tomonlari, bir fikrlaringiz nima, anaqalaringiz bor? Men hozir ko'rganingizdek, ma'qulligicha. Silos yo'nalishiga ham zo'r ekan. Silos yo'nalishi, как silos тоже нормально qo'yilyapti. Yig'ib qancha hosil oldingiz? Hozir silaj qo'yishni biraz bildiramiz. 90 gatdan 4 qatori 450 metr joydan 450 metr joydan 14 tonna 60 kilo kecha o'rib olib borib tarozda tortdik. 14 tonna 60 kilo 400 metr длина, это 90 сантиметров вот эта ширина. Это 14 тонн уже взял урожай. 450 метров. Silos holatda hozir mana shu holatda silos yuboriladigan bo'lsa 70 tonnaga olib borar ekan. Hektariga. Hektariga. Kecha mana ikkita o'rganimizda 60-70 tonnaga olib borar. Kecha o'rdiydi endi. На гектар он получает силосом 70 тонн считать. 65-70 тонн гектаром силосом. Здравствуйте, я представлюсь. Меня зовут Санджар Каримов. Я генеральный менеджер компании Агроэкспорт Групп. Хочу рассказать о том, что в некоторых странах мира именно этот сорт бора считается чем-то вроде пищевым. Я вам скажу почему. Потому что на кормовой кукурузе внутренняя часть, она красного цвета. А как вы замечаете здесь, она белого цвета. То есть именно эту же кукурузу можно использовать в качестве для употребления для гриля в пищевых целях. Прошу обратить внимание на зубчики. Они достаточно крупные. Вот. Не сладкий. Да вкусишь. Nima berdingiz birinchi oziqasiga? Nima? Machavina. Machavina bir marta beraldi, xolos, bir marta. Qancha berdingiz? Anaqa dozировка. 500 kilo. Hektariga. Kam berdi-da, o'sha kitobdagi Diyor degan narsa beriladi, bermadi. Hamyashni o'tamyashni dal on. Keyin bunga обязательно makka holatga yetib kelishligiga fosfor bilan kaliy ekilishdan oldin sepilish kerak, berilish kerak shart ekan. Fosfor bilan kaliy solmasdan katta hosildorlikka erishaman degan odam nima bo'lar ekan? Yutqizar ekan. Chunki fosfor bilan kaliyni me'yor miqdorida solib turib, men fosfor bilan kaliyni mutanosibligini oladigan, ushlaydigan narsa nima azotni ekinga so'rdirishga fosfor bilan kaliy bo'lar ekan. Fosfor bilan kaliy bo'lmasa hech qanaqa oshiqcha nimani o'ziga solgan bir tonna solsangiz ham ola olmas ekan. Qancha berdingiz fosfor bilan? Fosfor
Hektariga 400 kilodan berdim, kam miqdor. 400 kilodan berdim. Kali 100 kilodan berdim. Bu ham kam miqdor ekan. Bu hozir kitobda berilishicha 240 kilo. Bu tanani mana holati bor, mana holat. Mana shu holatda agar kaliy bilan fosforni, azotni mutanosiblig'i bo'lsa, mana shu tepadagi holati ham mashina yetkazib borar ekan.